Assalomu alaykum. Bu sochib tashalgan motorni qo'yishimdan maqsad shuki, ba'zi vaqtlarda mijozlarimiz surishtirishadi, o'sha arzimagan narsalar arzon tuyuladi. O'zi mana avvalo sabab bo'ladi ba'zi bir holatlarda. Ikkita portion sinib ketgan, bu bilan bu. Faqat mana ikkitasi butun xudo xolasa ishlatsa bo'ladi. Bu bilan nima demoqchiman men? Hozir mana shu yerda oddiy mana massin nasosi yog' tanqischiligi bo'lsa, biladigan relе shu joyda yog' ulanmagan, shu sababdan kechqurun dirillagan voz kelgan, separator yog'ni tashib bera olmagan kompressorga. Oqibatda mana separatori deb sinib hamon dabdala bo'lib ketgan. Shunga ozgina iltimos, qayda bo'lsangiz ham ozgina e'tiborli bo'lib, usta pochchalarni ham e'tiborli bo'lishga nima deydi, chaqirib qolamiz. Agar bo'lmasa zavodskoy klientga tushuntirish kerak. Boshqa agar buni qo'ymasak bo'lmaydi, mana bu holat bo'ladi deb turib bitta mijozni ogohlantirib qo'ysa, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Baribir hammamiz bir-birimizga manfaatli bo'ladi. Ertaga o'zingiz ham yuzingiz yorug' bo'ladi. Klient oldida tushuntirib, gapirib o'tira olmaysiz. Hammani bilan g'oyibona Qobiljon bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. O'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozir mana moy almashtirilgan deyishdi, lekin moy mana maza va holatda bo'lyapti, juda ham bir xunuk holatda. Hammaga rahmat. Alloh salomat qilsin. Assalomu alaykum. Mana o'sha Porschelarni qo'yilgan, ta'mirlangan massinli davleniya uchun qo'yib berildi. U o'sha yog'i davleniyasi bo'ladi. Agar yog'da muammo bo'lsa, separator tashib bermasa, shu narsa o'chiradi. Shu himoya bo'lmaganligi uchun mana kech 2 kun bo'ldi. Mana bugun 2-chi kun xudo xohlasa yurg'izib berganimizga bir qancha rasxodga tushildi. Qisqasi nima demoqchiman, shu arzimagan emas, u kompressor uchun muhim bo'lgan narsani qo'yib ketishni unutmang, iltimos. Ishlashlar xudo xolasa soz, -20 haroratda ishlayapti hozir. Kontroller ham eskib ketgan, hozir -19. -20 bo'lganda kompressorimiz o'chadi. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol massa separator. -19. Bu xranение uchun qilingan 30 li kompressor shu. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Ishlashlar juda ham soz, qurib ketay dedim. Baribir abdatli holatda. Ovoz oldingidan yaxshi bo'lib qoldi deyishdi. Yog'lari ham juda ham yaxshi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Alloh salomat qilsin. Xizmat kerak bo'lsa bemalol.